Tug'ilgan kunimga menga sovg'a qilishgan kitoblarni raspakovka qilamiz. Ma'lumot uchun aytib ketaman, tug'ilgan kunim 27-fevral kuni edi. Shunisidan boshlaymiz. Buni aslida upakovkasi shunaqa edi. Men buni ochib oldim allaqachon, конечно. Tadam! Uzuklar hukmdori. Vlastilin kolets. Bu kitobni kinosini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Конечно, men как раз shu kitobni birinchasini boshlagan edim, Hobbit. Shuning uchun ham bu kitoblar menga aynan kerakli kitoblar edi va men buni aniq o'qiyman. Va keyingisi Однажды разбитое сердце. Bu kitoblarni ko'p ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu kitobda juda ham mashhur kitoblardan bittasi bu. Men aynan shu kitoblarni olishni rejalashtirib yurgandim. Bularning оформлениясini ko'rsanglar, juda ham chiroyli. Bu kitobning vibe taxminan shunaqa. Bu hamma kitoblar aynan fantasy janrida, ya'ni meni eng sevimli janrim. Va men aytolmayman, bu kitoblarning hammasi 14-15 yoshlilar ham bemalol o'qisa bo'ladigan. Bu bilan bugungi obzorimiz tugadi. Shunaqa videolar yana ko'proq chiqishini xohlasangiz menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.